Rahmetli ustazımız bu hallarda bugün 81 yaşa karşılagan bolara, 81 yaşa kit bolgan bolar ediler. Ustazımızın bana 31 yıl bolgan bolsa ötkenleriga ustazımızın koşukları, ustazımızın muhlisleri, ustazımızın sanatı günden güne yana kadir tabiatı deb oylayman. Elbette bunu yaşlattım sağlamda görüş mümkün. Mana ustazımızı görmegen bolsalar ham gerçekten yaş Atacan Xudoy şükürlüklerini ustazımızın icadına, yaş avazlarını eşitlik kursant bolamiz. Ustazımızın mektebini, yolunu devam kıldıradigan yaşlar köpayayotganidan biz şagird sifatida ustazımızın yolu mektebi devam qilayotganidan faxrlanamiz. Elbette ustazımızın endi sanatini ta'riflasak juda bir cheksiz ovoz egasi, yoqimli ovoz hamda baland pardalarda kuylovchi hofiz sifatida bütün xalqimiz, bütün san'at ahli juda yaxshi sevib tinglaydi hozirgi kungacha. Endi ustozimizning joylari jannatda bo'lsin. Biz shogirdlar shu ustozimizning yo'lini davom qildirib kelayotganimizdan albatta faxrlanamiz. Shunday ustozlar shogird bo'lganligimizdan faxrlanamiz. Ustozlarimizning joylari jannatda bo'lsin. Ahiretlere obod olsun. Ustazımızın hali qo'shiqlari ko'p avlodlarga xizmat qiladi. Ustazımız qilgan ijodlar, ashulalar, qo'shiqlar, ustazımızın qilgan xayrli ishlari ko'p avlodlarga hali dasturul amal bo'ladi. Qolaversa o'rnak sifatida ustazımızı keyingi avlodlar ham o'rnak san'atkor, hofiz sifatida ustazımızın yo'lidan, maktabidan, ijodidan albatta foydalanib xalqimizni ko'plab shogirdlar bahramand qiladi Xudo xolasa. Ustozimiz joylari jannatdan bo'lsin. Assalomu alaykum. Yine yurtdoshlar, bugün yine 4 oktyabr 2025 yıl
Atanacan aka Xudoga shukribni qabrlarini ziyorat etishga keldik Urganchdan. Mana shu Allohim yatganlarni yaxtatgan bo'lsin, savob etgan bo'lsin, jannatidan joy bersin. Allohim meni bize her yil şöyle gelişe netemiz ziyorat etishga shu bo'lmasa gap bilmasak Xorazmda nima qilamiz? Shu yine izindagi farzandlarini, oilasini sog' salomatlik tilaymiz. Otajon aka muxlislarini qalbida mangu yashaydi. Barchamizga ma'lumki, mana bugungi 4-oktyabr hammamiz uchun qadrli bo'lgan inson O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, Tatariston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori Otajon Xudoyshukov ustozimizni tavallud topgan kunlari. Shu munosabat bilan mana bugun biz shogirdlari, ustozning shogirdlari mana shu butun mana shu hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy maqom ansambli jamoasi, qolaversa mana Xorazm viloyat maqom ansambli jamoasi bilan mana bugun ustozni ziyorat qilish uchun ziyoratlarga keldik. Avvalo mana shu ustozimiz yaratib ketgan maktabda mana shu ko'plagan shogirdlar hozirgi shu insonning maktabini davomchilari desam yanglishmayman. Albatta har bir qo'shig'i ustozni har bir qo'shig'i umrboqiy biz shogirdlar uchun. Biz bundan keyin ham shu ustozimizni yaratib ketgan ashulalarini san'atsevar xalqimizga o'z yo'lida, o'z bir o'rnida Xudo xolasa yetkazib berib ijrosini mana shunday bir o'zimizni ustozga bo'lgan hurmatimizni davom qildiramiz degan umiddamiz. Avvalo ustozning joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin.